Men Ishtixon tumani Ko'ktepa mahalla fuqarolar yig'ini yoshlar yetakchisi Usarov Iskandar bo'laman. Xitoy Xalq Respublikasining Shinjon provinsiyasida joylashgan chip ishlab chiqarish korxonasida tumanimizning 66 nafar yoshlari tahsil olib, kelgusida tumanimizda barpo etiladigan O'zbekiston-Xitoy qo'shma korxonasida ishlash imkoniyatiga ega bo'lishdi, hurmatli prezident. Yoshlar yetakchisi sifatida yoshlarimiz nomidan bir taklifimiz bor edi, iltimosimiz bor edi, ruxsat bersangiz. Marhamat Iskandar. Tumanimiz markazida o'z ichiga zamonaviy kasblar, IT park, kutubxona hamda tillarga ixtisoslashgan zamonaviy va kreativ yoshlar markazini tashkil qilsak, markazimiz yoshlarimiz uchun juda katta imkoniyatlar eshigini ochar edi, hurmatli prezident. To'g'ri taklif, Alisher. Hurmatli prezident, topshiriqqa binoan kutubxona, IT park hammasini ichiga oladigan bir yaxshi bir bino qilib beramiz. 2026-yil Mustaqillik bayramiga olsak bo'ladimi? Xo'p bo'ladi. Mustaqillik bayramiga yoshlar markazi tashkil qilamiz Iskandar.